Marhamat kutib oling, Yer planetasining yengilmas jamoasi. Darvozada Gigi Buffon. Himoya masxaraboz Dani Alves. Paxmoq soch Marcelo. Gladiator Sergio Ramos. Mr. Leonardo DiCaprio. Yarim himoya chizig'i Geni Luka Modric. Mashina Toni Kroos. Geni Andres Iniesta. Hujum chizig'i Goat Lionel Messi. Tochsiz qirol Neymar. Barcha davrlarning eng kuchli hujumchisi Cristiano Ronaldo. Veio do brabo, veio do Talibã. Braziliya yulduzlari Ronaldo va Roberto Carlos 2006-yili uning faoliyati chorak finalda xunuk tarzda yakunlanishiga ishora qilib, juda katta xatoga yo'l qo'yganlar. O'sha kuni fransiyalik afsungar yashil maydonda braziliyalik top ustalariga top bilan muomala qilish san'atini o'rgatib berdi. Master klass o'tadi. Shu mundialga qadar 2 marta oltin to'p egasi bo'lgan Ronaldinho uning oldida yosh bola bo'lib qoldi. Hali yoshsan uka degandek harakat qildi Zidan. Qo'rqinchli mavjudotga aylanib ketdi o'sha kecha Zidan. Teskarisi bo'ldi. Zizo Braziliya terma jamoasining oltin avlodini mundialdan ketkazib yubordi. Ko'z o'ngimda mana degan yangi yulduzchalar 1-2 yilda yo'qolib, izi ham qolmayotgan bir davrda bu yigitning shuncha yil o'zgarmasdan bir xil tura olishi haqiqiy mo'jizadir. Mayli odamlar nima desinlar. Uning shaxsiy hayotidan, maydondagi mug'ombirliklaridan turli rivoyatlar to'qishsa to'qiyversinlar. Menga buning mutlaqo farqi yo'q. Chunki men bir narsani bilamanki, kelajakda shu 10 yillik davr haqida gap ketganida Ronaldoning nomi porlab turaveradi. Bundan buyon uning o'yin sur'ati pastlab ketsa, ajablanmaymiz albatta. Biroq bu narsa baribir tarix sahnasida Ronaldo degan siymoning daholiga zarracha bo'lsin ta'sir o'tkaza olmaydi. U o'z davrining eng ajoyib vakillaridan biri bo'lib qolaveradi. Bugun u haqda eng yomon so'zlarni gapirayotganlar ham 10 yillardan keyin farzandlariga Ronaldoning o'yinlaridan bahra olganliklarini pichirlab bo'lsa